Nozim aka, rahmat. Agar kerak bo'lsam Go'zalxon Manxo'lida bo'laman. Xo'p, men 1 soatda chiqaman. Ofisga tashab qo'yarsiz. Xo'p bo'ladi. Tushunmadim. Go'zal ovozimi? Ha? Dadam. Yuring, bo'ta turmaylik. Yura qoling. Yo'q, dadam. Go'zalxon, yuring. Chiqamiz. Yuring, bo'ta turmaylik. O'zingizni qo'lga oling. Nozim, sen bu yoqda nima qilyapsan? Xonada barmoq izlari tiqilib yotibdi. Qaysi biri jinoyatchiga tegishli? Buni aniqlash uchun vaqt kerak. Bizda o'sha vaqt yo'qda, Jasur. Shaharni ko'zga ko'ringan tijoratchilardan biri o'ldirildi. Hademay, butun shahar shu haqida gapira boshlaydi. Jurnalist va blogerlar dunyoga jar sola boshlaydi. Ha, blogerlar uchun shov-shuv ko'tarishga bahona topildi. Yaxshimisan? O'rtoq kapitan, bog'dan o'tloqni ustidan topdim. Topgan bo'lsang ko'tarib kelaverasanmi? Meni chaqirmaysanmi? O, haligi men olib kelaverdim-da. Ha, sen. Pichoqqa tegmasliging kerak edi. Uzat pichoqni. Bu xanjar, aka. Voy, bir ham aqllisan Bekjanov. Ha. Tig'ida qon bor. Barmoq izlari ham. Qotillik quroli topilganga o'xshaydi. Jasur, iltimos. Bilaman. Iloji boricha tezroq tekshirib, yozma ravishda xulosa beraman. Endi iltimos, ishlashga xalaqit berma. O'lay agar. Mendan battar qaysarsan-a? Xanjarni qayerdan topding? Olmani tagidan o'tloqni ustidan topdim. Nimadir yoqmayapti Akbar aka. Ha, Jahongir. Ustozing nima deydi? Hech nima. Bilmayman. Jimgina chiqib ketdi. Demak, unga nimadir yoqmayapti. Balkim. Men ham bora qolay. Bora qol. Mayli. Charchamang. Qon bosimingiz ko'tarilib ketibdi. Sizni o'zimiz bilan olib ketamiz. Yo'q, men dadamni tashab keta olmayman. Xudoyim sizga sabr bersin, singlim. Endi Nosir aka yo'q. O'zingizda o'ylang. Dadamni tashlab qayerga ketaman, opa? O'zingizni ezmang, singlim. Ota-onadan ayrilish nima ekanligini yaxshi bilaman. Endi yig'lab, faryod qilsangiz ham foydasi yo'q, singlim. Hozir sizga tinchlantiruvchi ukol qilaman.
Xo'sh. Davom etamizmi? Qachon uydan chiqib ketdik dedingiz? Soat 8 bo'lib qolganda adashmasam. Aniq ayta olmayman, chunki soatga qaramagandim o'sha kuni. Yur. Zo'r bo'ldi. Sportchilarga salomlar. Kashandalarga va alaykum assalom. Qalaysan? Bo'ladi. Men ichkarida Yaxshi. bo'laman. Mayli. Ozib ketganingni qara, trenovka qilsang bo'lmaydimi? Endi aka, qorin qo'yib yurgandan ko'ra ozg'in bo'lib yurgan yaxshi-da. Assalomu alaykum, xo'jayin. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha? Yuzingga nima qildi? Tishim tuni bilan uyqu bermadi. Agar ruxsat bersangiz, tish doktoriga borib kelardim. Mayli, borib kel, faqat tez qayt. Tez qaytaman. Xo'p. Bora qol. Rahmat aka. Ha, Mayli. yebdi-ku. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yasanib olib qayerga ketyapsan? Sirdaryoda o'tkir tabib bor ekan. Gaplashib kelay. Ertaga dadamni olib boraman. Oy, menga qara, dadangga tabib emas, tinchlik kerak. Aka, dadang demang. Meni dadam, sizni ham dadingiz-ku? Dadam uxlayaptilar. Nonushtangizni tayyorlab qo'yganman. Yeb olarsiz? Ey, menga qara, kamroq bo'yanish kerak. Hatto masxaraboz ham bunchalik bo'yanmaydi. Aka, ozgina pardoz qildim bo'ldi. Bori. Nozim aka, tayyormisiz? Ha, tayyor. Uyda Nosir aka, Sarvar va Sherzod qoldi, shundaymi? Ha, Sherzodning uyi yo'qmi? yo'q. Sherzod viloyatdan. 2 yildan beri xo'jayinni bog'iga qaraydi. Shu yerda yashaydi. O'zi qayerda hozir u? Bilmayman. Uyga qaytganimizdan keyin Sherzodni ko'rganim yo'q. Yaxshi. Qani. Menga Sherzodning xonasini ko'rsating. Xo'p, Yuring. yuring. Mana shu xona. Rasulov Sherzod Polvonovich. Pasporti shu yerda, o'zi qayerda? Kiyimlari ko'rinmaydi. Sumkasi ham yo'q. Hayronman. Sherzodni qachondan beri taniysiz? Xo'jayin bog'bon qilib ishga olgandan beri adashmasam. Ichmaydi, chakmaydi. Yaxshi yigit. Sarvarchi? Sarvar ham yaxshi yigit. Ichmaydi, chekmaydi, shundaymi? Ha? Boya go'zal Sarvarga dadangga tabib emas, tinchlik kerak deb aytdi dedingiz, shundaymi? Nima? Sarvarning dadasi boshqami? Ha, eshitishim bo'yicha Sarvar 5 yoshgacha bolalar uyida katta bo'lgan. Nosir aka uni ko'rib, o'g'il qilib boqib olgan. Sarvar bilan Nosir akaning orasi yaxshimidi? Juda yaxshi edi. Lekin 3 kun oldin tasodifan ularni janjalni oldidan chiqib qoldim. Aha. Qayerlarda yuribsan? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yaxshimisan? Xo'jayin seni tinmay so'rayapti. Va mashinamni ballonini damib pisayib qopti. Shunga ustaxonaga borib kelgandim. Telefoning nega o'chiq? O'chiq emas. Qani? Mana, o'chiq qopti necha marta quvvati. qildim telefon. Xo'jayin qayerda? Ichkarida. Seni tinmay so'rayapti. Uyga kelishi bilan yonimga kirsin dedi.
Tinchlikmi o'zi? Bilmayman, kirsang bilasan, tinchlikmi yo'qmi? Yur. Qilar ishini qilib qo'yib bo'lgandan keyin uzr so'raysizmi, Nosirboy aka? O'g'lim, O'g'lim demang meni. Meni dadam o'lgan. voy. Menga baqirma. Otangga baqirasanmi? Xo'jayin shundoq ham kasalvand edi. O'sha janjaldan keyin bilmadim, o'zlarini oldirib qo'ydilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling. Siz kimsiz? Tinchlikmi? Men Nosir akaning uyida qorovulman. Ertalab ozgina tishim og'riganiga shifokorga uchragandim. Qaytsam, bu ko'rgilik. Nosir aka yaxshi insondilar. Joylari jannatda bo'lsin. Shu bir necha kun ichida xo'jayinizning uyidami yoki yon atrofidami shubhali biror narsaga ko'zingiz tushmadimi? Endi shubhalimi yo'qmi bilmadim. Sarvarjon o'zgarib qoldi. Yuvosh yigit edi. Singlisiga qo'pol gapiradigan bo'lib qoldi. Meni sensiragani ham mayli, so'kib ham yuboradigan bo'lib qoldilar. Nega buni o'zgarib qoldi, hayronman. Lekin baribir Sarvarjon yomon yigit emas aka. Dadangiz Sarvarni bolalar uyidan olib kelgani rostmi? Akamdan gumon qilyapsizmi? Singlim, to'g'ri tushuning. Qotillik sodir etildi. Uyingizga kirib chiqib yurgan odamlarni hammasini tergov qilishga majburmiz. Sarvar o'zingiz akangizmi? Ha, akam. To'g'ri, men 5 yoshligimda dadam ularni uyga olib kelganlar. Lekin men Sarvar akamni o'z tug'ishgan akamdek qabul qilganman. Keyingi bir necha kun ichida Sarvar o'zgarib qopti, ha? Nima uchun? Bilmayman. Go'zal. Meni to'g'ri tushuning. Siz uchun odatiy bo'lib tuyulgan narsalar dadangizning qotilini topishimizda yordam berishi mumkin. Dadangizning qotili topilishini istaysizmi o'zi? Istayman. Lekin dadamni Sarvar akam yo'q. Hech qachon. Hech kim Sarvarni ayblayotgani yo'q. Lekin nima uchun bunchalik o'zgarib qolganini aniqlashimiz kerak. Qurib ketsin o'sha meros, qurib ketsin. Qanaqa meros? Uy-joy, dadamni do'konlari, bankdagi pullar. Dadajonim bo'lmasalar bularni kimga keragi bor? Kimga? Dadangiz Sarvarni merosdan mahrum qilganmidi? Xo'p, ertalab uyg'ondingiz. Keyin nima qildingiz? Dadamni o'limida meni ayblayapsizmi? Dadangiznimi yo Nosirboynimi? Darrov yetkazibdi-da. Men shunchaki jahl ustida shunaqa degandim. Nosir aka sizni bolalar uyidan olib kelgani rostmi? Hamma narsani bilib o'psiz-ku. Nimaga mendan so'rayapsiz? O'zingizni bosib oling. Xo'sh. Uyg'onganingizdan keyin nima qildingiz? Sherzod bilan 5 kilometr yurib keldik. Ishonmasangiz ana o'zidan so'rang. Uyga qaytdingiz, keyinchi? Yuvinib, nonushta qilgan o'tirdim.
Qahva ichdim. Nega jim bo'lib qoldingiz? Qahva ichdingiz, nonushta qildingiz. Keyin nima bo'ldi? To'g'risi, keyin nima bo'lganini bilmayman. O'tirgan joyimda uxlab qoldim. Nima? Tuni bilan uxlamaganmidingiz? Uxlagandim. Lekin nimagadir yana uxlab qoldim. Sababini bo'lsa bilmayman. Ochig'ini aytavering, kapitan. Sizningcha qotil menmanmi? Men hali shunaqa dedimmi? Sizni tushundim. Aybim bo'lsa isbot qiling. Men o'zimga qarshi guvohlik berishdan bosh tortaman. Bunga haqqim bor. Endi birorta ham savolingizga javob bermayman. Xato qilyapsiz, Vohidov. Tushunarli. Sarvar, siz dadangizni o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olindingiz. Ha, Jasur. Ertaga senga yozma ravishda ma'lumot beraman. Asosiysi xanjar dastasida topilgan barmoq izlari Vohidovning barmoq izlariga mos tushyapti. Menga aytadigan boshqa gaping yo'qmi? Agar qotilning kimligini aytishimni kutmayotgan bo'lsang, yo'q. Uyga ketyapman Akbar. Ertagacha qo'ng'iroqlaringga javob bermayman. Uyimga kelsang haydab solaman. Omon bo'l. Omon bo'l. Jasur qo'ng'iroq qildi, Jahongir. Garo o'ynashga tayyorman. Xanjardan Sarvarning barmoq izlari topilgan. To'g'ri. Nima deb o'ylaysan? Qotil kim? Garo o'ynashga tayyorman. Bu Sarvarning ishi. Asrab olgan otasi uni merosdan mahrum qilganiga chidolmasdan ko'ksiga pichoq urgan. Aytgancha unga pichoqni Nosir aka bergan ekan. Garo o'ynaysizmi? Bir ikkita savollarga javob topgandan keyin. Birinchisi, Rasulovning yotoqxonasida javonda turgan 50 million pul g'oyib bo'lgan. Uni kim o'g'irlagan? Sarvarmi? Pul uchun bo'lyapti-ku hammasi. Agar u rostdan ham Nosir akani o'ldirgan bo'lsa, nima uchun o'zini uxlab qolganga solgan? Nima uchun ishonsa bo'ladigan voqea o'ylab topmagan? Bu haqda o'ylab ko'rmayman. Nima uchun qotillik qurolini yo'qotish o'rniga shundoqqina bog'dagi daraxtlarning birini tagiga tashlab qo'ygan? Biz osongina topa olishimiz uchunmi? Va nihoyat oxirgi savol. Sherzod Rasulov qayerga va nima uchun g'oyib bo'ldi? Akbar aka, savollar ko'payib ketyapti. Garo o'ynagim ham kelmay qoldi ochig'i. Kim? Militsiya, oching. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, gaplashib olishimiz kerak. Men militsiya chaqirganim yo'q. Chaqirishingizni kutib o'tirmay, o'zimiz kelaverdik. Hali aytganimdek, gaplashib olishimiz kerak. Mayli. Kiringlar.
Uyda sizdan boshqa odam bormi? Yo'q edi. Xafa bo'lmanglar-yu. Lekin sizlarni militsiya xodimiga o'xshatmayapman. Ha, hujjatinglarni ko'rsam bo'ladimi? Hujjat? Ha? Hujjat bor. Sizga hujjat ko'rsatish kerakmi? Hozir. Mana, hozir mana. Voy, o'lib qolmadimi? O'lsa ko'mib tashlaymiz, qara. Hamma yon tekshir. Yur. Bo'l. Xo'p, 41-chi, 42-chi, 43-chi domlarga kirib o'tishimiz kerak. Bu yoqda aholi bilan suhbat o'tkazishimiz kerak. Ularning fikrlarini bilishimiz kerak. Qaysi domdan boshlaymiz? 41danmi yoki 42danmi? Bu yoqdan 42dan boshlayveramiz. Hozir sen to'xtab tur. Ha? Nima bo'ldi? Kechirasiz. Assalomu alaykum. Leytenant Polatov. Assalomu alaykum. Hujjatlaringizni ko'rib qo'ysak bo'ladimi? Tinchlikmi? Tinchlik. Hozir. Aka, hujjatlarim uyda qolib ketibdi. Uyim shu yaqin atrofda. Shunda uyga ketayotgandim. Boshingizdagini 1 minut kechib turing. Aka, ozgina shoshayotgandim. Qo'yib yuboring aka. Yeching dedim. Iltimos aka. Yech dedim shapkangni. Tinchlikmi? Nima bo'lyapti bu yerda? Bu Sherzod Rasulov-ku. Jinoyat qidiruv bo'limi unga qidiruv e'lon qilgan. Yo'q, Yanglishmovchilik bo'lyapti aka. Darhol qo'lga oling, tezroq. Aka, sizlar adashyapsizlar. Qo'yib yuboring aka, iltimos. Buni mahkamada hal qilamiz. Yuring. Tushundingizmi? Aka, sumkasini ol. Iltimos sizlardan. Ber. Qolganini mahkamada gaplashamiz. Qo'yib yuboring, iltimos. Jinoyatga aloqangiz bo'lmasa, nima uchun qochib ketdingiz? Qotillikni meni bo'ynimga ilishlaridan qo'rqandim. So'mka siznikimi? Ha. Oho. Namuncha ko'p. Bu pullar kimniki? Meniki. Qancha bu yerda? 50 million so'm. Aytingchi, buncha pulni qayerdan oldingiz? Nosir amakim berdilar. Vohidovning uyidan 50 million so'm pul o'g'irlangan. Bilasiz, a? Qayta so'rayman. Bu pullarni qayerdan oldingiz? Men o'g'irlaganim yo'q. Pulni Nosir amakim o'zi berdi. Pullarni u o'zi berganini kim tasdiqlaydi? Endi hech kim. Nima uchun Vohidov sizga buncha ko'p pul berdi? Nosir aka. Ha. Qora Lasetti orqamizdan qolmayapti. La'nati. Kim bizni ta'qib qilyapti? Bizni emas. Meni dushmanlarim payimga tushgan. Esiz, seni ham muammolarimga aralashtirib qo'ydim. Yo'q, hech qisi yo'q aka. Militsiyaga telefon qilaymi? Yo'q. Bu ishga militsiyani aralashtirib bo'lmaydi. Muammoni o'zim hal qilishim shart. Menga qara. Dumni uzib tashlash qo'lingdan keladimi? Urinib ko'raman aka. Bos bo'lmasa.
xo'jayin qutuldik. Ha, barakalla. Ha, yangi chorrahadan chapga qaylasan. Hop, ana bu uyni oldida to'xtaysan. Xo'p. Nozimni tobi qochib qolgani uchun seni ham urintirib qo'ydim deb bolam. Ha, yo'q, unaqa demang. Umrimda bunaqangi qimmat mashina haydamagandim. Qaytanga maza qilyapman. Unda yana 1 soatcha maza qilishingga ruxsat. Keyin meni uyga olib ketasan. Xo'p bo'ladi. Men bergan narsalarni ko'z qorachig'ingda asra. Xo'p. O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p. Sen ham o'zing ehtiyot qil. Mayli. Sog' bo'lgin. Xo'p. Yaxshi boring. Uygami xo'jayin? Ming marta aytganman senga. Xo'jayin demaginda. Sira qulog'ingga gap kirmaydi-ya, bolam. Kechiring, Nosram aka. Ha, uying bitdimi? Bir xonasini bitirib, oilamni ko'chirdim. Endi qolganini ham Xudo xolasa sekin-sekin bitiraman. Mana bu yerda 50 million. Uying ishlatasan. Nosram aka, maoshimni vaqtida beryapsiz. Men bu pullarni ola olmayman. Aytganimni qil, bolam. Sizga rahmat, Nosram aka, lekin aytganimni qil. Duo qilsanglar bo'ldi. Bundan buyog'iga menga puldan ko'ra ko'proq duo kerak bo'ladi. Rahmat. Endi hayda. Xo'p. Ketdik. Xo'jayin, o'sha ayolni uyiga borganimizni hech kimga aytmasligimni so'radi. Nosir aka ta'qib qilayotgan odamlarning kimligini aytmadimi? Yo'q, aytmadi. Davom eting. Uyga keldik. Nosir amakam uyga borib kelishimga ruxsat berdi. Kechroq xo'jayin bilan xayrlashiy deb uyga borgandim. Qarasam, yotoqxona eshigi ochiq turgan ekan. Nosir amakim bilan Sarvarni chaqirdim. Hech kim javob bermadi. Shunga sekin borib yotoqxonasini mo'ralagandim. Xo'jayinni o'lib yotganini ko'rib, o'zimni yo'qotib qo'ydim. Sharofa degan ayolni manzilini yozib bering. Xo'p. Aka, men qotil emasman. Nosir amakim menga qancha yaxshilik qildi axir. Yaxshilikka yomonlik bilan javob qaytarishga Xudodan qo'rqaman. Manzilni yozing. Rahmat aka. Sharofat opa. Sharofat opa. Uyda kimdir bormi? Sharofat opa. Aka, 1 minut mumkinmi? Shu mahallada yashaysizmi? Ha, shu uyda yashayman. Sharofat opa qayerdaligini bilmaysizmi? Sharofat opa
Ertalabdan buyon eshiklari ochiq turibdi, bilmadim. Men jinoyat qidiruv bo'limidanman. Ha, Sharofat opani qayerga ketganini bilasizmi? Sharofat opa kecha tunda Shermatning mashinasiga o'tirayotganini ko'rgandim. Shu ketganicha qaytmagan ko'rinadi. Opani Shermatga nima ishi bor ekan, hayronman. Nimaga hayron bo'lasiz? Shermatni yaxshi taniyman-da, aka. G'irt narkoman. Na xotini bor, na bola chaqasi bor. G'irt yaramas odam. Narkoman deng. Qiziq. Sharofat opani qayerga olib ketgan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Lekin aka, Shermatdan yaxshilik chiqmaydi. Bir baloni boshlamagan bo'lsa bo'ldi-da. Mabodo Shermatni qayerda yashashini bilmaysizmi? Bilaman. 3 yil oldin qo'shnisini uyida ijarada yashagandi. Ha. Eski mahallasini bilasizmi? Ha. Ko'rsata olasizmi? Mayli, yuring. Rahmat. Jinurson. Aniq. Sharofat aldaydigan ahvolda emas. Voy, tirik hali. Tirik. Qancha? Kelishdik. Xo'p. Boyvachcha nima dedi? Sharofatni o'ldirsalaring, yana 5000 qo'shib beraman dedi. Rozi bo'ldim. Rozi bo'ldingmi? Nimaga darrov rozi bo'lasan? 10,000 so'ramaysanmi? Garang. Hey. Beva xotinga kim senga $10,000 beradi? Shu $5,000 shukr qilsangchi. Bilganingni qil. O'zing emas, pichoqni tasha. Men militsiyadanman. Militsiya? Yaxshilikcha pichoqni tasha. Kim aytdi seni militsiyadan deb? Turishingni qara. So'taga o'xshaysan, tavba qildim. Nima? Shu gapingni bekor aytding-da. Qaniki? Basharasi qattiq ekan. Qo'limga yetdi. Hey! O'zingga kel. O'zingga kel. Sharofat opa qayerda? Qayerda deyapman? Bo'ldi. Iltimos, boshqa urma. Gapir. Sharofat opa yer to'lida, pastda, bu tomonda. Xo'sh, Bekjanov. Nega telefoningni o'chirib qo'yasan, Jinurgur Bekjanov? Qayerlarda yuribsan o'zi? Sekin. Ehtiyot bo'ling. Qo'rqmang ulardan. Qani o'tiring shu yerga. Sharofat opa, Nosir aka bergan kaseta qayerda? Ayvonga dadam bilan oyimning surati solingan.
suratini osib qo'yganman. O'shani orqasida. Bularga shuni aytdingizmi? Bolangni o'ldiramiz deganlaridan keyin aytishga majbur bo'ldim. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'rqmang. Men yoningizdaman. Eshitaman. Allo, yaxshimisan? Bezovta qilmadim, Akbar. Morgdan qo'ng'iroq qilasiz-u, men bezovta bo'lamanmi? Nima gap Azamat aka? Gapiring. Askiya qilding-da endi. Mayli. Nosirboyning murdasiga tegishli xulosamni o'qib ko'rdingmi? O'qidim. Men bir narsani endi tushunyapman, Akbar. Xanjar tig'i chuqurroq botgandan keyin Nosirboyning joni uzilgan. Bu bilan nima demoqchisiz? Nima? Jennerson. Eshitaman. Nima gap Nozir? Xo'sh. Bekjanov qayerda? Nega ketadi? To'xtat uni. Tentak. O'tila qolsang-chi. O'tol. La'nati.
Ey. Mana bu yoqdamiz. Bu yoqda. Kutmaganmiding? Kutmagandim. Tur, yordamlashib bor. O'tirgizib qo'y. Qani? Sekrom. Trey. Bo'ldi, qimirlamasdan o'tir. Qimirlama. Baribir foydasi yo'q. Bu yerdan chiqib keta olmaysan. Jin ursin sana. Nosir akani qaysi biring o'ldirding? Senmi? Yo bumi? Qotil emasmiz, leytenant. Nosirboyni uni qizi Go'zal o'ldirdi. Yolg'on gapirmagan. Qotillikni Sarvarga ilmoqchi bo'lding. Yoki Go'zalgami? Hey, nima? Shu bilan endi pachakilashib o'tirishimiz qoluvdi. Shoshma. Men qara, sochim to'g'rilab bor, ko'zimga tushyapti. To'xta. Qani? Ana. Bo'ldimi? Rahmat. Bo'ldi. Chiroyli. Balki choy bilan ovqat ham qo'shib berarmiz bunga. Jim. Shoshma. Hozir qo'shni uyg'oq. Yarim tunda uni senga topshiraman. Ungacha biz leytenant bilan, umridagi so'nggi suhbatni o'tkazamiz, Leytenant, bu Go'zalni narkoman desam ishonasanmi? Ishonmaysan. Uni narkotikaga men o'rgatdim. Bilasanmi nima uchun? Bilmaysan. Shu uchun eshit. Nosirboy biznesni otam bilan boshlagan. Endi ishlar yurisha boshlaganida birgalikda toqqa chiqishgan. Ertangi kuni dadam o'ligini olib kelishdi. Qoyadan yiqildi deyishdi. Tushunmadim, demak, siz otangiz rostdan ham Nosirboy itarib yuborganmi? Ha. Yaramas. Otamni Nosirboy o'ldirdi. Firmani nomiga o'tkazib oldi. O'shanda otam uchun o'ch olishga qasam ichganman. Shuning uchun Nosir akani uyiga qorovul bo'lib joylashdim. Go'zalni narkotik o'rgatdim. Endi tuzgan rejamni amalga oshirish uchun Sarvarni merosdan mahrum qilish kerak edi. Sarvar ishda, Nosir aka safarda edi. Go'zalni tomiriga narkotik yubordim. O'zini bilmay qoldi. Keyin kiyimlarni yechib, shu suratga oldim. Nosirboy safardan qaytdi. Go'zal dedim. Go'zal. Chaqirdingizmi? Mana bu nima? Bu nima qiliq? Nima? Gapir, yaramas qiz, bu nima? Dada, men Mo'min akani yaxshi ko'raman. Nima? Yaxshi ko'rasan? Ey, esingni yeb qo'ydingmi sen? Axir Mo'min sendan ancha katta bo'lsa. Mo'min xotin qo'ygan. Nimalar deyotganingni o'zing tushunyapsanmi? Biz er xotinmiz.
Mulla o'qigan, nikohimiz bor. Nima? Mulla o'qigan? Nikohimiz bor? Dada, Nimalar deyapsan? dada. O'ylab gapiryapsanmi? Ey! Xotinimga qo'lingizni tekkizmang. Nima? Xotining? Xotinimga baqirmang dedim. Ha, go'zal, xotinim. Go'zal. Chiqib tura qol. Boraver. Xo'p. Sen qizimni boshini aylantirgansan, ablah. Ey! Aytib qo'yay. Agar To'qirish keragi yo'q. Siz uchun ikki yo'l bor. Yo boyligingizni go'zal nomiga o'tkazib berasiz, yoki menga. Men uni baxtli qilaman. Yoki qizingizni yalang'och tushgan rasmlari shu bugun internetdan joy oladi. Nosirboyni oldiga shu go'zalni yalang'och suratlarini shundoq tashladim. Zo'rqmanmi? Nosirboy chilparchin bo'ldi. Bor davlatini go'zalni nomiga o'tkazdi. Menga turmushga chiqishga rozi bo'ldi. Lekin uni osonlikcha taqdirga tan bermasligini bilardim. Shuning uchun orqasidan odam qo'ydim. Sherzod, qo'ygan odamingni dog'da qoldirganini eshitdim. O, leytenant. Mani dog'da qoldiradigan odam hali otasini belida yuribdi. Ayyorlik qilib, chorrahada qizil chiroqdan o'tib ketdi, to'g'rimi? Lekin men ikki mashinada ta'qib qilayotganimni bilmasdi. Men chorrahadan allaqachon o'tib bo'lgandim. Ularni bir chekkada kutib turgandim. Ey. Bu Sarvar Nosirboy bilan Sharofatni muhabbatidan dunyoga kelgan. Lekin ota-onalari to'yga rozi bo'lmagan. Nosirboyni boshqa qizga uylantirishdi. Sarvar tug'ilgach, bolalar uyiga topshirib, Sharofat esa xotini o'lgan erkakka tegib ketgan. Bu esa taqdir. Sarvar Nosirboyning o'g'li ekanda. Ha, haqiqiy o'g'li. Nosirboy Sharofat bilan kamera oldida o'tirib, hammasini so'zlab berdi. Oldingi vasiyatini ham bekor qildi. Ana, yiqqan terganlarini Sarvarga qoldirdi. Ana shundan keyin Nosirboyni o'ldirib, aybni Sarvarga ag'darishga qaror qildik. Bu Sarvari ertalabda turib sovuq qahva ichadigan otati bor. Go'zal esa uni qahvasiga uyqudori qo'shib qo'ydi. Mo'min aka, balki Yo'q. Boshqa imkoni yo'q. iltimos. Dadangni yo'qotishimiz kerak. Men bunday qila olmayman. Axir u meni dadam. Dadang seni merosdan mahrum qildimi? Qildi. Agar aytganimni qilmasang, meni boshqa ko'rmaysan. Yo'q dedim. Mayli. Unda aytchi. Men ketsam, narkotikni qayerdan olasan? O'zing sotib olasanmi? Qo'lga tushsang, qamalib ketasan. Men qamoqda narkotik yo'q. Dadajoning ham yo'q. Meni qo'rqitmang, Mo'min aka, iltimos. Soching, tirnoqlaring, hamma joying, qo'llaring, hamma joying qaqsha bor edi. Tomirlaring, suyaklaringni majaqlaydi. Orqa chidolmay ilonday to'lg'onasan.
Shu kerakmi senga? Yo'q. Kerakmi? Yo'q, Mo'min aka, yo'q. Unda aytganimni qil. Nosirboy, seni dadang emas. U senga dushman. Dushmaningni o'ldir. Hey, Sarvar qahvani ichibdi. Pishillab uxlab yotibdi. Ano, Sherzod bo'lsa, xonasida narsalarni yig'ishtiryapti. Nosirchi, u ham uxlayapti. Hozir ayni vaqti. Nima qilib turibsanlar? Rostdan ham ayni vaqti. Nosir akani shu uyqu dori ichmaguncha uxlamaydigan odati bor edi. Hatto yotog'iga kirganimizni ham sezmaydi. Go'zal otasini ko'ksiga pichoq urdi. Ertalab Sarvarni qamoqqa oldinglar. Go'zalga qo'shib Nosirboyi bor boyligi menga qoldi. Bor gap shu. Hali hammasini gapirmading. Nosirboyni go'zal emas. Sen o'ldirgansan. To'g'ri. Go'zal xanjarni chuqur sancha olmadi. Nosir aka og'riqdan uyg'onib ketdi. Qaddini rostlamoqchi bo'lganda men kaftimni bosib pichoq ustiga orligimni tashladim. Men qotillik qilganim yo'q. Otam uchun oldim xolos. Akbarga qo'limni yechib yuborasizmi? Og'rib ketdi-da. Mayli, keyinroq. Xo'p. Ey, sekin. Ha? Qahramonlik ko'rsatmoqchi bo'ldingmi? Nega bu yoqqa kelishingni oldin menga aytmading? Telefonim quvvat tugab qolgandi-da, shunga. Shunga, bunga. Sal kechiksam o'lib ketarding. Ha, o'zingizdan bu yoqqa yolg'iz keldingiz-ku. Ey! Sen Azamat akangga rahmat deb qo'y. Endi uyga kirib ketmoqchi bo'lib turganimda qo'ng'iroq qildi. Uni aytishicha, Nosir akani tanasiga xanjar tig'i sayoz botgan. Keyin chuqur sanchilgan ekan. Xanjarni birinchi bo'lib kuchsiz odam, chamasi ayol kishi urgan. Keyin kuch bilan bosilgan bo'lishi mumkin dedi. Darrov Go'zaldan shubhalandingizmi? Mo'min bilan Nozimdan ham. Ulardan nima uchun? Shahardagi tish davolaydigan klinikalarning barchasidan Mo'min haqida ma'lumot surishtirdim. Birortasida ham Mo'minning nomi qayd etilmagani ma'lum bo'ldi. Keyin shahar chekkasidagi barcha kuzatuv kameralari olgan tasvirlarni tekshirdim. Go'zalning mashinasi shahardan chiqmaganini aniqladim. Ha, mana gap qayerda? Go'zal, Mo'min va Nozim bizga yolg'on ma'lumot bergan ekan. Aka, agar men shularni bilganimda boshqacha harakat qilgan bo'lardim. Idoraga qaytganimizdan keyin tushuntirish xati yozasan. Nimaga? Qotillikni fosh qilaman deb o'lib ketishimga sal qoldi-yu. Mukofotlash o'rniga tushuntirish xatimi? Axir men qahramonman. Bu adolat emas, o'rtoq kapitan. Ey, landavar. Men qahramonman, aka.